Assalomu alaykum muhtaram sport muxlislari. Sport Weekend ko'rsatuvining 141-soni efirda. Bugun ko'rsatuvimizni biz Toshkentning Bunyodkor futbol klubining oltin dubliga bag'ishlaymiz va bugun biz studiyamizga 17-milliy chempionat bahslarini muddatdan oldin oltin medal bilan yakunlagan hamda biroz oldinroq mamlakat kubogini qo'lga kiritgan Bunyodkor futbol klubi a'zolarini taklif etganmiz. Demak, kutib oling. Klub matbuot xizmati boshlig'i Abror Imomxo'jayev, O'zbekiston terma jamoasi a'zolari, Bunyodkor futbol klubining yetakchi futbolchilari Temur Kapadze, Jasur Hasanov, Aziz Haydarov hamda Sohob Jo'rayevlar bugun ko'rsatuvimiz mehmonlari. Bundan tashqari bugun bizning studiyamizga Bunyodkor futbol klubini juda ko'p o'yinlarda Bunyodkor futbol klubiga madadkor bo'lib turgan bir qator futbol muxlislari ham tashrif buyurishgan. Avvalo studiyamizga xush kelibsizlar. Bu yil Toshkentning Bunyodkor futbol klubi juda ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritdi. Bir qator jahon futboli yulduzlari jamoaga tashrif buyurdi. Bundan tashqari Bunyodkor futbol jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi musobaqalarida yarim finalga qadar yo'lni sharaf bilan bosib o'tdi. Natijada Abror aka, jamoa Osiyo klublar reytingida birinchi o'ringa ham ko'tarilib oldi. Albatta, muvaffaqiyatlarni, qo'lga kiritilgan yutuqlarni sanaydigan bo'lsak, juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Keling, ana shu muvaffaqiyatlarni asosiy omili nimada degan savol bilan bugun ko'rsatuvimizni boshlasak. Menimcha birinchi navbatda ishga professional yondosh bo'lsa kerak. Chunki bu Bunyodkor o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Boshidan uni oldiga kerakli maqsadlar qo'yilgan. Bu maqsadlarga erishish uchun qanday ishlarni amalga oshirish hammasi belgilangan va hozir ana shu yo'lda sobit qadamlik bilan biz davom etyapmiz. O'zimizning mo'ljallangan yo'ldan. Demak, bu har bir klub xodimi bo'ladimi, futbolchilar bo'ladimi, murabbiylar shtabi bo'ladimi, o'z ishiga professional yondosh talab qilinadi. Menimcha shu eng asosiy omil hammani ishga professional yondoshida bo'lsa kerak. Yigitlar, tabiiyki professional klub yil boshidayoq o'z oldiga yuqori maqsadlarni qo'yadi, to'g'rimi? Ana shu komanda oldiga, jamoa oldiga qo'yilgan vazifalar bugun kunga kelib qanchalar amalga oshdi? Albatta, ko'rganingizdek, o'sha yil boshidan o'sha faqat birinchi o'rin kubok egallash vazifasi qo'yilgandi. Ko'rganingizdek, niyatimizga yetdi. O'sha oxiriga borib kubokni ham egalladik, chempion ham bo'ldik. Lekin yana bitta narsa qolib ketdi. O'ylaymanki, Xudo xolasa keyingi yilga o'sha Liga chempioni Osiyoda birinchi o'rinni qo'lga kiritamiz. Shu bu yilgi vazifa o'ylaymanki 100% bo'ldi deb o'ylayman. Temur, mana siz bir necha bor mamlakat chempioni hamda kubogi sohibi bo'lgansiz, lekin Jasur, Aziz, Sohob uchun bu yilgi mavsum dastlabkisi, to'g'rimi? Mamlakat chempionligi hamda kubogini qo'lga kiritishdi. Mana shu 14-noyabr kuni Andijon jamoasi bilan o'tkazilgan o'yindan so'ng o'sha jamoaga birinchi bor O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan mana jamoaga kubok bu yildan boshlab kubok topshiriladigan bo'ldi va ana shu kubokni birinchi bo'lib ham Bunyodkor futbol klubi jamoasiga nasib etdi. Ana shu kubokni qo'lingizga olganingizda ko'ngillardan, qalbingizdan qanday his-tuyg'ular kechdi? Endi albatta yaxshi tuyg'u bo'ldi o'zimizda ham. Endi bu biz o'ylaymiz, men masalan o'zimning fikrim juda xursand bo'ldim. Mana o'zingiz aytib o'tdingiz. Men ilk bor O'zbekiston kubogi, mana O'zbekiston chempioni bo'ldim. Bundan juda men xursandman. Xudo xolasa, narigi yillarga ham shunaqa vazifalarni oldimizga qo'yib, chempion bo'lishni narigiga ham oldindan niyat qilib qo'yganmiz. Mana Mirjalol Qosimov termani qabul qilgach, Bunyodkorni Ziko boshqara boshladi. Mana shunday tajribali murabbiy jamoaga kelgach, jamoada nima o'zgardi yigitlar? Har bir murabbiyning o'ziga yarasha ish olib borish uslubi bo'ladi. Mirjalol Qosimov o'z ish olib borishi uslubi boshqacha, Zikoniki umuman boshqacha. Biz futbolistlar har bir trener aytgan gapidan kelib chiqib o'yin tuziladi. Shu o'yinda qanday harakat qilish kerak bo'lsa, murabbiylarning gapiga qarab shunday harakat qilamiz. Agar bu murabbiyga vaqt berilsa, u o'z jamoasini, men o'ylayman, keyingi yil agar vaqt berilsa, bu murabbiy o'z jamoasini ko'rsatadi. Qanaqa kuchga ega. Ana o'shandagina faqatgina bilish mumkin muxlislar, Ziko qanaqa trener biz uchun.
Bunyodkor futbol klubi o'zini ajoyib bir o'yinlari bilan nafaqat shu muxlislari olqishiga sazovor bo'ldi, balki o'sha xorijiy ommaviy axborot vositalarini ham e'tiboriga tushdi va shu bilan birga qator yetakchi futbol mutaxassislari nazariga ham tushdi. Bu yilgi uchrashuvlarni juda ko'plab yetakchi mutaxassislar, deylik o'sha Barselona klubi prezidenti Laportani shu uchrashuvlarni bevosita kuzatishi hamda mana shu Andijon bilan bo'lgan uchrashuvda ham bu yil birinchi bor chempionlik unvoniga Rossiya Premyer Ligasi g'olibligini qo'lga kiritgan Rubin futbol klubi direktorini shu uchrashuvga bevosita kelib tomosha qilishi, bu ham o'z navbatida jamoa bugungi kunda qanday mavqega ega ekanligidan dalolat beradimi? Albatta biz shunga intilyapmiz va erishyapmiz deb aytish mumkin. Sababi bizning asosiy shiorimiz Bunyodkor muxlislar uchun o'ynaydi. Bu degani faqat natijani o'ylash emas. O'sha muxlislar nimani xohlaydi? Muxlislar chiroyli o'yinni xohlaydi. Muxlislar xalqaro o'yinlarni xohlaydi. Muxlislar o'sha xorijdan yulduzlar kelishini xohlaydi. Shuning uchun ham asosiy vazifa, ya'ni chempionat va kubokda qatnashdan tashqari biz harakat qildik o'sha jahon yulduzlarini taklif qilishga, kelib o'tda master klass ko'rsatishiga, masalan, shu jihatdan olib qaraganda o'sha Eto'ni, Fabrigasi kelishi yoki Puyolni kelishi, Laportani kelib yangi akademiyaga poydevor qo'yishi, bular hammasi birinchi navbatda shu bizning umumiy Bunyodkor klubining siyosati, olib borilayotgan ishlardan darak beradi. Undan keyin yana bitta narsani ta'kidlash kerak, jahonning yirik klublari o'zaro doimo munosabatda bo'lib turishadi. Biz xursandmizki, hozir Bunyodkorga bo'lgan qiziqish ham shunaqa. Jahonning o'sha yirik ommaviy nashrlari, shuningdek boshqa klublar hozir o'zaro takliflar bilan chiqib, o'zaro o'yin almashish to'g'risida fikrlar bildirishyapti. Shu jihatdan olib qaraganda, qanaqadir xalqaro miqyosda ham Bunyodkor o'zini obro'siga ega bo'ldi deb aytish mumkin. Muxlislar haqida hozir Abror akam so'z ochdilar. Muxlislar borasida sizlar har qancha faxrlansanglar arziydi, to'g'rimi? Chunki sizlarni doimo qo'llab-quvvatlab turadigan fan klub a'zolari, sizlar qayerda bo'lmasanglar ham o'sha joyga borib, sizlarni yaqindan ko'mak berib turishdi. Albatta, ularni madadi ham sizlarni mana shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritishingizda qandaydir bir omil bo'lyaptimi? Alohida katta rahmat aytmoqchimiz fan klubga. Qiyin paytda, oson paytda har doim biz bilan bo'lishyapti. O'shaning uchun nima deyishim mumkin? Har o'yinda bizga qanaqadir kuch-quvvatda bu ham kelib bizni qo'llab-quvvatlashsa, o'sha o'ziga yarasha podдержка beradi bu narsa. Maydonda to'p surayotgan futbolchi shuni his qiladimi? Albatta his qiladi. Ayniqsa yana ham ko'payib o'sha stadionimiz tomoshabin bilan to'lsa, o'ylaymanki, undan ham qanaqadir kuch-quvvat bo'lib bizga teng keladigan jamoa bo'lmaydi. Abror aka, mana yaqingacha biz o'sha xorijiy chempionat musobaqalarini ko'rib, o'sha muxlislarni, o'sha jamoani futbolkalarini kiyib, ularni qo'llab-quvvatlab turishganligini ko'rib havas qilardik, to'g'rimi? Lekin mana oxirgi yillarni olib qaraydigan bo'lsak, ana shu jarayon bizning stadionlarimizda ham kechyapti va bunda qaysidir ma'noda Bunyodkorning ham hissasi juda katta, to'g'rimi? Bu nimadan dalolat beradi? O'sha jamoalarni, muxlislar bilan aloqani yanada yaxshilanib borayotganligi bilanmi yoki bo'lmasa futbol muxlislarda futbolga bo'lgan e'tibor, qarash o'zgarib borayotganligidanmi? Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi, chunki muxlis o'zini sevimli jamoasini, sevimli o'yinchilarni, o'sha futbolkalarni, futbol atributlarini ega bo'lishga har doim xohlaydi. Shuning uchun ham shu nima deydi, har bir o'zini hurmat qilgan klub muxlislarni ham o'ylaydi. Ya'ni o'sha xuddi o'zi kiygan formadan muxlislar ham kiyishini, o'sha Bunyodkor ham bilamas tushirilgan qanaqadir bir nimalardan muxlislarga ham qanaqadir tegishini xohlaydi. Shu jihatdan olib qaraganda faqat Bunyodkor emas, agar qaysi jamoa muxlislar bilan yaqin bo'lishni xohlasa, birinchi navbatda o'sha o'zini nima deydi, muxlislar talab qilayotgan narsalarni savdo sotig'ini ham yo'lga qo'yish kerak. Birinchi navbatda o'sha muxlis o'sha futbolkani kiyib o'zini sevimli o'yinchisi bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bugun ham muxlislar o'sha o'zini sevimli o'yinchisini futbolkalarida kelishgan. Bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. O'shani ular faxr bilan kiyishadi, xohlashadi va stadionda xuddi shu narsa bilan ishqibozlik qilishadi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu ishni biz yana ham davom ettiramiz. Oldinda katta rejalarimiz bor. O'ylaymanki, nafaqat Bunyodkor chempion bo'ladi, balkim Bunyodkor muxlislari ham muxlislar orasida chempion bo'ladi. Men savolim Jasur Hasanovga O'zbekiston Kubogi 2008 uchrashuvidan oldin o'tkazilgan matbuot anjumanida sizga savol berishganda jurnalistlar har gal o'yin основной vaqti asosiy vaqtda, ya'ni durang bilan tugayotdi deganda siz aytgandingiz,
Xudo xolasa bu safar durang bilan tugashiga yo'l qo'ymaymiz degandingiz. O'shanda siz oldindan sezganmidingiz bizani penaltilar seriyasiga olib bormasligimizni? Ishonchim komil edi. Shu yutishimizga ishonchimiz komil edi. Shu sababdan men penaltilar seriyasigacha yetib bormaydi degan umidda edim. Mashhur bokschimiz Artur Grigoryan o'sha ringga doimo chap oyoq bilan chiqqan. Bilasizmi? Hamda rossiyalik mashhur tennischi Yevgeniy Kafilnikov o'sha biror bir uchrashuvda agar mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsa, o'sha kiyimni hech qachon qaytib kiymagan. Mana shunday sizda ham shunday holatlar bo'ladimi? Endi bilmasam-ki, unaqa holatlar bo'lmagan. Yutqizganimizda ham keyingi o'yinga shu formani kiyib o'rganmiz. Sohob, siz hali yoshsiz, to'g'rimi? Mana birinchi marta yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, mamlakat chempioni hamda kubogi sohibi degan sharafli unvonga sazovor bo'ldingiz, to'g'rimi? Sportchilarda bir irim bo'ladi o'ziga yarasha. Mana shu qo'lga kiritgan g'alabasini kimga yoki nimagadir bag'ishlaydi. Siz ana shu g'alabangizni kimga yoki nimaga bag'ishlagan bo'lardingiz? Biz muxlislar uchun o'ynaymiz. Shu hamma yutug'imiz muxlislarga deb o'ylayman. Kubok bahsi ham o'ta murosasiz ruhda o'tdi va azaliy raqiblardan biri. O'tgan yil ham aynan final uchrashuvida Paxtakor jamoasi bilan to'p surishga to'g'ri kelgan edi. Bu safar ham mana Paxtakorchilar finalga qadar yetib borishdi. Bunyodkor kabi va ana shu o'yin bu yilgi mamlakat chempionati, umuman bu yilgi mavsumdagi eng qiziqarli bahslardan biri bo'ldi desak, hech bir mubolag'a bo'lmaydi. Abror aka, mana bugun ko'rsatuvimiz ijodkorlari ana shu final bahsidan bir lavhani tayyorlashgan. Keling ana shu lavhani birgalikda tomosha qilsaydi, so'ng yana suhbatimizni davom ettirsak. 2008-yilgi mamlakat kubogi bahslarini Bunyodkor nimchorak final bahslaridan boshladi. Dastavval Nukusning Jayxun klubini safarda va o'z maydonida bir xil 2-0 natijasi bilan mag'lub etgan qaldirg'ochlar chorak finalda Samarqandning Dinamo klubi qarshiligini yengishga muvaffaq bo'lishdi. Qiziq jihati bu safar ham ikki uchrashuv bir xil 1-0 hisobda intiho topdi va poytaxtliklar yarim finalga yo'llanma olishdi. Ushbu bosqichda ularga OTMK jamoasi ro'bara keldi. Shu o'rinda qiziq jihatga e'tiboringizni qaratsak, yuqorida guvoh bo'lganingizdek, bunyodkorchilar bu yilgi kubok bahslarida dastlabki o'yinda raqib darvozasini necha bor aniq nishonga olishsa, takroriy uchrashuvda ham shuncha golga mualliflik qilishlari odatga aylandi. Olmaliqliklar bilan kechgan har ikki o'yinda ular raqiblar darvozasini 4 tadan aniq nishonga oldilar. Shu tariqa finalga yetib kelgan bunyodkorga hal qiluvchi uchrashuvda yana Paxtakor ro'bara keldi. Futbol muxlislariga yaxshi ma'lumki, chempionat bahslarida ham, kubok o'yinlarida ham ushbu jamoalarning o'zaro uchrashuvida kuchlar teng kelayotgan edi. Bu safar ham an'ana saqlanib qolindi va faqatgina qo'shimcha vaqtda Anvar Soliyev tomonidan kiritilgan 2 to'p Ziko shogirdlariga g'alaba keltirdi. Shu tariqa bunyodkor o'z tarixida ilk bor O'zbekiston kubogi sohibidek sharafli unvonga sazovor bo'ldi. Qadrli sport muxlislari, ko'rsatuvimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari Bunyodkor futbol klubi a'zolari bo'lishadi va bugungi ko'rsatuvimiz ana shu jamoaning 2008-yildagi oltin dubliga bag'ishlanyapti. Abror aka, keling endi jamoadagi matbuot xizmati haqida ham suhbatlashib o'tsak, bu yil siz rahbarlik qilayotgan shu matbuot xizmati vakillariga ham ancha ko'proq ishlashga to'g'ri keldi, chunki bu yil yuqorida aytib o'tilgandek, jamoa jahon afg'on ammosini e'tiboriga tushdi, to'g'rimi? To'g'ri, bu boyaga aytgandek o'sha professionallikka olib keladi. Odatda bizda endi boshqa jamoalarda paydo bo'lyapti matbuot kotibi degan lavozim. Vaholanki klub yuzini belgilab beradigan aynan shu matbuot xizmati bo'ladi. Ya'ni jamoatchilik bilan o'zaro munosabat, o'sha futbolchi komandalar bilan uchrashadigan matbuot xodimlari bilan qanaqadir o'zaro ko'prik vazifasini bajarish. Shu jihatdan olib qaraganda bizda klub rahbarlari bu narsani muhimligini hisobga olib, katta imkoniyatlar yaratib berishdi. Zudlik bilan o'sha bu yil o'zimizdan saytimizni ochdik. O'sha saytimiz orqali bizani butun jahon bila boshladi. Undan keyin matbuot bilan aloqani, hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Bizda unaqa falonchi futbolchi intervyu bermaydi yoki falonchi nima degan narsa yo'q. Jurnalistlar juda ham bir kelib xolagan paytda futbolchilar bilan suhbatlashib, jamoa murabbiylar bilan suhbatlashib ketishi mumkin. Muxlislar uchun bo'lgandan keyin baribir shu muxlisni ko'rish kerak, o'shalar haqida ma'lumot bilish kerak. Undan keyin boyaga aytganda, xalqaro hamjamiyatda bunyodkorga qiziqish uyg'ongandan keyin ular bilan ham ishlashga to'g'ri keldi. Shu paytgacha bizga
Braziliyadan, Fransiyadan, Gretsiyadan, Rossiyadan juda ham ko'p jurnalistlar keldi. Biz harakat qildik imkoni boricha ularga sharoit yaratib berishga va shuning oqibatida bunyodkorlik imiji butun jahon bo'ylab bir yaxshi ma'no kasb etdi. Biror aka, shu o'rinda men muxlislarga, fan klub a'zolariga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Mana sizlar bu yil juda ko'plab uchrashuvlarni Bunyodkor jamoasi bilan xalqaro uchrashuvlarga ham borib, shu birgalikda ana shu o'yinlarni kuzatib keldinglar, to'g'rimi? Ana shu davlatlarda bo'lganinglarda o'sha yerdagi o'sha fan klub a'zolari bilan, umuman o'sha jamoa fan klub a'zolari bilan uchrashuvlar o'tkazildimi? Va borganimizda o'sha jamoadagi muhitlarni ko'rib chiqdik. Muxlislar qanaqa o'zini tutadi, lekin biz ularga o'rganish, ularning bir narsasi bizga shart emas, chunki bizning o'zimizning o'z shakllanib bo'lgan. Lekin oxirgi mana Avstraliyadan oldin Eronga borganimizda Eron Saypa jamoasining raqiblarining muxlislari kelib, bizlar bilan birga qo'shilishib, eronlik muxlislar Bunyodkorga muxlislik qilishdi. Mana bugun kunga kelib mamlakatimizda deyarli barcha viloyatlarda Bunyodkor futbol jamoasining muxlislari bor, to'g'rimi? Ana shu milliy chempionat o'yinlarida ham mana shu holat kuzatilyapti. Mana shu deylik Qarshi shahriga yoki Namanganga yoki Farg'onaga borilganda Bunyodkor futbol klubini o'sha yerdagi joydagi muxlislari ham sizlar bilan qo'shilishib jamoaga madad bo'lib turishibdimi? Albatta bu narsaga ikki xil qarash mumkin. Har bir viloyatga borib o'ynashganda biz ham bordik. Masalan, Qarshi shahriga borganimizda bir qator muxlislar kelib, biz bilan qo'shilishib, Bunyodkorga muxlislik qilib turishdi. Lekin yana bir boshqa narsa kuzatildiki, ba'zi bir bizning raqiblarimiz borganda, ular nafaqat o'zlarining jamoasiga qarab muxlislik qilishdi, balki o'yin tugashiga yaqin qolganda bizning jamoamizga ham nomlarini aytib qo'yishdi, mana shunaqa maqtab. Biz ham sekin muxlislik madaniyatini ham masalan yuksak darajaga olib chiqishimiz kerak. Masalan mana yaqindagina Real Madrid jamoasi Chempionlar Ligasida o'zining uyida Juventusga mag'lub bo'ldi. O'yinni ko'rgan bo'lsanglar, o'yinning oxirida Juventus Real muxlislari turib Juventusni qarshilar bilan kuzatib qo'yishdi. Chunki haqiqatan jamoadan juda chiroyli ustun keldi. Del Piero'ning bir-biridan chiroyli gollari. Mana shunaqa madaniyat bo'lish kerak. Ya'ni muxlis jamoasi yutqizib qo'yadigan bo'lsa, baqir-chaqir qilib so'kib uyga borib toshoyna sindirish shart emas menimcha. Raqib jamoaga ham tan bera bilish kerak. Ana shuning uchun ham muxlislik madaniyatini ham qanaqadir bir yuqori cho'qqiligiga olib chiqishda fan klub a'zolarining hissasi katta bo'ladi deb hisoblayman. Muxlislar masalan qo'llab-quvvatlab turdi. Bizlar shiorimiz muxlislar uchun o'ynash. Shunaqa niyat qilardim o'yindan oldin, muxlislar uchun, chiroyli o'yin ko'rsatish uchun. Bugun o'yinga yaxshi nastroy qilib, kuch to'plab, har o'yindan oldin masalan niyat qilib g'alaba qozonishni qilardik. Abror aka 2008-yildagi mavsumda o'z oldiga yuqori maqsadlarni qo'yganligi o'sha tarkib borasida ham yaqqol sezilib turdi. Shu tarkibga juda ko'plab yetakchi futbolchilar taklif etildi. Jumladan mana Timur Kapadze, Server Jeparovlar. Timur Kapadze'ga xorijdan, ayniqsa mana shu Turkiyadan, Rossiyadan juda ko'p takliflar bo'ldi, lekin Timur Bunyodkor taklifini ko'rib chiqishga rozi bo'ldi va biz avval bir suhbatlashganimizda Bunyodkorga kelishimdan sabab o'sha eng avvalo men uchun terma jamoa manfaati turadi va agar men Turkiyada yoki Rossiyada to'p suradigan bo'lsam, o'rtamiyona klubda men terma jamoadagi o'rnimni yo'qotib qo'yishimdan qo'rqaman degan bir yaxshi gapni aytgan edi. Albatta bu har qanday kishini to'lqinlantirib yuboradi, to'g'rimi? Eng avvalo har bir futbolchi uchun mana bugun mana studiyamizda o'tirgan 4 tala futbolchi ham terma jamoamizni umidli, istedodli futbolchilari hisoblanishadi va ana shunday tuyg'u mening nazarimda har bir futbolchini qalbida jo'sh urib turishi lozim. Nima degan bo'lardingiz bu borada? Bu shubhasiz bular hozir yosh kuchga to'lgan o'ynaydigan payti. Birinchi navbatda har bittasi biz qaysi bilan suhbatlashmayli, haqiqatda terma jamoada o'ynash bular uchun sharaf masalan. Shu jihatdan olib qaraganda ko'rib turibmiz, hozir xorijga ketgan ko'pgina futbolchilarimiz o'sha yerda raqobatga dosh bera olmay soyada qolib ketyapti. O'ynamagandan keyin terma jamoaga kelyapti. O'sha uchun ham hozir bularning har bittasiga "Mas chetga borasan, o'ynaysan, zaxirada o'tirsang ham hozirgiga qaraganda kattaroq pul olasan" desa, birortasi rozi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Sababi terma jamoa nazaridan qolib ketadi bular. Shuning uchun ham boshqacharoq yo'li bor. Hozir borib o'sha Rossiyaning bir o'rtamiyona jamoasida o'ynaymanmi, o'ynamayman deb o'tirgandan ko'ra, O'zbekistonning jamoasida o'ynab terma jamoa orqali yuqori natijalarga erishsa, xorijda undan ham yuqori jamoalarga taklif qilish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Shu yigitlarning hammasi o'zining oldiga shunaqa maqsad qo'ygan. Birinchi navbatda oldin Bunyodkor orqali, O'zbekiston terma jamoa orqali o'zining mahoratini oshirib, shu orqali xorijda nomdor jamoalari seleksionerlarni
ko'z ostiga tushishi menimcha maqsad qilishgan. Har bittasiga savol bersangiz, menimcha faqat shunaqa javob bersa kerak. Jamoa o'z tarkibini kuchaytirishda davom ettiraveradimi yoki ana shu jamoani, bu yil mana shakllangan jamoani yanada jipslashtirish borasida ishlar amalga oshiriladimi? Ikkinchi variantingiz ko'proq to'g'ri bo'ladi, sababi jamoa shakllangan. O'yinchilar, mahoratli o'yinchilar bor. Undan keyin biz yana hozir xorijdan yana bir boshqa legioner olib kelishimiz ham maqsadga muvofiq emas. Bo'ladigan bo'lsa ham hozirgi birontani o'rniga agar birontasiga yaxshi taklif chiqib ketadigan bo'lsa kelish kerak. Sababi Osiyo Chempionlar Ligasida 3 tadan ortiq xorijiy futbolchiga ruxsat berilmayapti va hozir Osiyo Chempionlar Ligasi birinchi navbatda milliy chempionat ishtirokchilariga ham xuddi shu sharoitni qo'yapti. Ya'ni o'z yillarning milliy chempionat yilida ham 3 tadan ortmasan xorijiylar soni degan. Shu jihatdan olib qaraganda hozirgi o'yinchilarning mahorati katta maqsadlarni amalga oshirishga yetadi. Bu yilgi mavsum deyarli tugadi, to'g'rimi? Hali 2 tur bor O'zbekiston chempionati bahslarining nihoyasiga yetishga. Lekin Bunyodkor o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishdi va O'zbekiston chempiondek sharafli unvonga sazovor bo'ldi. Endi qolgan 2 uchrashuvda ana shu jamoaning asosiy tarkibi maydonda harakat qiladimi yoki navbatdagi kelasi mavsumga tayyorgarlik ko'rish ishlari boshlab yuboriladimi jamoada yetakchi futbolchilar bilan? Bunyodkor tuzilganiga endi 3 yil bo'lishiga qaramasdan o'zini kichkinagina tarixiga ega. Va bu tarixdagi har bir uchrashuvdagi g'alaba o'sha tarixga qanaqadir ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Agar biz shu paytgacha hali milliy chempionatda bironta mag'lubiyatga uchramagan bo'lsa, demak yigitlar ham harakat qilishadi shu buni oxiriga yetkazib qo'yishga. Ya'ni shu ikki qolgan turlarda ham mag'lubiyatsiz o'tkazsa, bor yo'g'i 3 tadan ham qolgan hamma g'alaba bilan bo'lish o'ziga xos rekord O'zbekiston chempionatida. Shuning uchun ham bularda hozir motivatsiya bor. Ana shu rekordni o'rnatib, shuni ishtirokchisi bo'lishiga. Shuning uchun ham men o'ylayman, buni murabbiylar belgilaydi, lekin men bemalol bu savolga javob berayotganim o'yindan keyingi matbuot anjumanida jurnalistlardan bir savol berishganda Ziko xuddi shu tariqa javob qaytardi. Ya'ni biza o'sha yerda poylab turgan muxlislar ham baribir kutishadi. Rivaldo kelarmikan, Kapadze kelarmikan, biz shularning o'yinini ko'rarmikanmiz masalan deb. Shuning uchun ham ularga nisbatan kuchsiz tarkib olib borish u muxlislarga nisbatan hurmatsizlik bo'lardi. Men o'ylaymanki, qolgan uchrashuvlarda ham shu kuchli tarkib bilan borib, imkoni boricha chiroyli g'alaba bilan kelib muxlislarimizdan yanada xursand qilamiz. Yigitlar, mana sizlar terma jamoa tarkibida ham juda ko'p uchrashuvlarda ishtirok etdinglar. Osiyo Chempionlar Ligasi, O'zbekiston chempionati hamda kubok musobaqalarida bir yilda mana shu joriy mavsum o'zida deyarli bir 50 ta 60 ta uchrashuv o'tkazildi, to'g'rimi? Bu futbolchiga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Mana kelasi yili bundan ham ko'proq uchrashuvlar o'tkazishga to'g'ri keladi. Ana shu yil davomiga o'tadigan musobaqalarga futbolchini o'zi ham o'zini tayyorlaydimi? Albatta tayyorlaydi. Har bir futbolchi yil mobaynida o'ynagan o'sha o'yinlarni o'ynayotgan bo'lsa ham o'zini tayyorlash kerak. Professionalcha o'ziga yondosh qilish kerak. O'sha qachon dam olish kerak, qanaqa dam olish kerak, o'sha uyquni buzmash kerak. O'ylaymanki, o'sha yil mobaynida o'sha aytganingizdek ko'p o'yinlar bo'lgan. Albatta yil oxirida o'sha bilinadi charchoqlik. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yil ham qiyin yil o'tdi, o'sha mavsum. Ko'p o'yinlar bo'ldi, qiyin o'yinlar bo'ldi. O'ylaymanki, hozir yana 2 ta uchrashuvimiz bor. Yaxshi natija qo'lga kiritib, ta'tilga chiqamiz. O'sha ta'tilni yaxshi o'tkazsak, o'ylaymanki, yangi kuchlar bilan o'sha yangi yilga tayyorgarlik ko'ramiz. Timur, yurtimiz mehmon do'stligi bilan ham mashhur, to'g'rimi? Mana chempionat musobaqalari nihoyasiga yetgach, o'sha jamoadagi futbol yulduzlari, umuman jamoadosh do'stlar bilan birgalikda o'sha jamoa bosh murabbiysi Ziko, Rivaldo, Villanueva, Luizao kabi futbolchilarni vodiyga taklif etish niyati bormi? Ta'til paytida. Endi albatta taklif qilishim mumkin. Balkim aytaman, o'yindan keyin qolishsa agar o'sha mehmondo'stlik qilaman. Bugungi kunda Bunyodkor futbol klubi u qo'lga kiritayotgan yutuqlar haqida, muxlislarga ajoyib g'alabalarni tuhfa etayotganligi haqida soatlab gaplashish mumkin, Abror aka. Lekin afsuski, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt sekin-asta poyoniga yetib boryapti. Keling, shunday ekan, sizlarni doimo qo'llab-quvvatlab turadigan muxlislarga, umuman sportimiz fidoyilariga, sport muxlislarga, o'sha ko'rsatuvimiz so'ngida o'zingizlarning ustozingizlarga, mana shu futbolga kirib kelishingizda turtki bo'lgan insonlarga dil so'zingizlar bo'lsa, marhamat berishinglar mumkin. Endi amalim bor. Yoshlikdagi shkoladagi trenerlarimga kattakon rahmat. Hozirgacha ko'rishib gaplashib turamiz. Uylariga o'tib bizga shkolada o'rgatishgan, hozir mana shu anaqa Futbol maktabida. Rahmat deb qolaman.
muxlislarga bizga har doim og'ir kunlarimizda anaqa bayram kunlarida har doim birga bo'lishligini xohlayman. Qiyin kunlarimizda birga bo'lishsa, ana shu muxlislar bizlar uchun eng qadrli muxlislar bo'ladi. Hamma murabbiylarimga rahmat demoqchiman. Sizlar bo'lmasanglar, men bu darajagacha chiqa olmasdim deb o'ylayman. Faqatgina eng katta rahmat faqat ota-onalarimizga. Bizning ota-onalarimizni umrda, bizning hayotimizda murabbiylarimiz bo'ladi. Eng katta murabbiylarimiz, shu murabbiylarimizga men rahmat aytib qolmoqchiman. Albatta endi ustozlarga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Futbol maktabida, men ham futbol maktabi tarbiyalanuvchisiman. Jizzaxdan katta minnatdorchilik bildiraman ustozimga. Mana o'zi Aziz aytgandek, muxlislarimizga ham katta minnatdorchilik bildiraman. Shu yil 2008-yil bizni qo'llab-quvvatlab, shu boshidan oxirigacha biz bilan bo'lishdi. Kattakon bularga ham rahmat. Ota-onamga ham kattakon rahmat. Bizni shunaqa o'stirdilar. Shu farzandim el nazarida bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin deb ota-onamga ham katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Jasur, mana shularni, mana shunday g'alabalarni ko'rib, bevosita kuzatgan qancha ota-ona qalbida shu narsani tugadiki, meni ham farzandim Timurga, Jasurga, Azizga yoki Sohobga o'xshagan kelajakda farzand bo'lsa, men eng baxtiyor inson bo'lardim degan qalb so'zlarni dillariga tugishadi va shu ma'noda aytadigan bo'lsak, bugungi kunda sizni ota-onangiz eng baxtli insonlardan biri sifatida e'tirof etish mumkin bemalol. To'g'rimi? To'g'ri. Temur, Albatta, men ham murabbiylarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Eng birinchi murabbiyim dadam deb bilaman. Albatta, ota-onamiz biz baxtimizga sog'-salomat bo'lishsin. Muxlislarimizga tilagim ular ham sog'-salomat bo'lishsin, doim biz bilan bo'lishsin. Maydonga kelishganda bizni qo'llab-quvvatlashsin. Biz ham ularga o'zimizdan kelguncha chiroyli o'yinlar ko'rsatib, ularni xushnud qilishga harakat qilamiz. kelgusi ishlaringlarda sizlarga faqat va faqat zafar yor bo'lishligini tilab qolamiz. Umid qilamizki, navbatdagi mavsumda ham Bunyodkor futbol klubi a'zolari o'z oldiga qo'ygan yuksak maqsadlarni a'lo darajada oqlab, muxlislar ishonchini oqlab yurishaveradi. Bu yo'lda sizlarga faqat va faqat zafar yor bo'lishligini tilab qolamiz. Yana bir bor studiyamizga tashrif buyurganligingiz uchun tashakkur bildirib qolamiz. Sport muxlislari, shuning bilan Sport Weekend ko'rsatuvining navbatdagi soni ham nihoyasiga yetdi. Kelasi yakshanbada uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.